Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Bugun barchangizni buyuk bobo kalonimiz Zahiriddin Muhammad Boburni tavallud ayyomi bilan chin yurakdan tabriklayman. Ruhlari doimo shod bo'lsin, bizni qo'llasin. Ruxsat bersanglar bir g'azallaridan o'qib bersam. Sendek menga bir yoru jafokor topilmas. Mendek senga bir zoru vafodor topilmas. Bu shaklu shamoyil bila xudxuru parisen, kim jinsi bashar ichra bu miqdor topilmas. Ag'yor ko'z oldida ul, yor ayon yo'q. G'amxori ko'ngil ichra yu g'amxor topilmas. Ey gul, meni zor etmaki husning chamanida, ko'zni yumib ochquncha bu gulzor topilmas. Bobur senni chun yor dedi, yorliq etgil. Olamda kishiga yo'q esa yor topilmas.